sun'iy intellekt orqali tayyorlanadigan yo'nalishlar YouTube'da juda ham ko'p, lekin ularning barchasiga ham YouTube pul to'layvermaydi. Lekin shunaqa yo'nalishlar ham bor, oddiygina telefon orqali tayyorlab, 100% monetizatsiyaga ulab, undan pul ishlashingiz mumkin. Bugun shunga o'xshash yo'nalishlardan biri Cat Story yo'nalishini to'liq ko'rib chiqamiz, qanday tayyorlanadi, hammasini ko'rsatib o'taman. Undan oldin mana shu videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, unda bizning darsligimizni boshlaymiz. Shunchaki YouTube'ga Cat Story deb yozsangiz ham bu kanalimiz, ya'ni yo'nalishimizdagi konkurent kanallar chiqib keladi. Bitta video orqali to'liq kanalni monetizatsiyaga ulagan. Oy oldin bitta video qo'ygan va 1 million prosmotr olgan long video bu 20 minut atrofida qilingan. Bundan oldin eslatib o'taman, bizni YouTube kanalimizni bio qismida Telegram kanalimiz bor. Shunchaki bosib qo'shilishingiz mumkin. Mana shunchaki bio qismidagi silkani ustiga bosasiz va Open Telegram deskopni bossangiz, mana sizga kiritadi Telegram kanalimizga. Bu yerda anchagina aktivmiz. Bundan tashqari barcha mana shu videodagi detallarni, promptlarni hammasini mana shu Telegram kanalimizdan bemalol o'tib tekinga olishingiz mumkin albatta. Bizga nima kerak bo'ladi? Atigi ikkita prompt kerak bo'ladi. Mana shu ikkita promptni albatta men Telegram kanalimga to'liq tashlab qo'yaman. Bemalol o'tib olishingiz mumkin. Shunchaki Instagram, YouTube kanalim biosi orqali o'tasiz yoki-da Telegramga kirib katta harflar bilan Teno pastki chiziqcha YT deb yozsangiz ham chiqib keladi. Xo'p, unda biz birinchi bo'lib ChatGPTga kiramiz va birinchi promptimizni jo'natamiz. Bizda promptni jo'natganimizdan keyin birinchi bo'lib Cat Story yo'nalishini to'liq analiz qilib chiqadi. Ya'ni bu yo'nalishimiz qanaqa holatda tayyorlanadi, nimalar qilinadi, hammasini analiz qilib chiqadi. Bizning kanalimizni nastroyka qilishimiz kerak, YouTube kanalimizni. Bizga nastroyka uchun avtomatik qilib beradi mana shu promptimizni o'zida. Misol, birinchisi kanal nomi, ya'ni 5 dona bizga 4 ta eng yaxshi kanalimiz nomini topib berdi. Ingliz tilida eng yaxshi kanallar nomini bittasini foydalanasiz va mana bu yerda описание ham tayyor holatda yozib berdi kanalimizga. Bundan tashqari pastga o'tsangiz, mana 19 ta eng kuchli SEO qidiruv sistemasiga ega bo'lgan taglarni ham mana shu holatda bizga ChatGPT to'liq yozib beradi. Bu yerda Cat Story video prompt deyapti, ya'ni bizga maslahat beryapti. Agar xohlasang 7 ta video ideya topaman va senga video tayyorlashing uchun yordam beraman deyapti. Nima qilamiz? Bizda ikkinchi prompt ham bor. Ikkinchi promptni bu yerga kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana bizani bu ikkinchi promptimiz hisoblanadi. Mana shu holatda tayyorlab chiqqanman hammasini professional holatda. Mana shu oxirida bitta narsa qolib ketibdi, qo'shib qo'yamiz. Video short bo'lishi kerak deb yozamiz va mana shu prompt sizga Telegram kanalimga tashlab qo'yaman, o'tib kopировать qilib olishingiz mumkin va bemalol ishlatishingiz mumkin. Endi bu promptni ham jo'natamiz. Jo'natganimizdan keyin bu bizga nima qiladi? Mana shu Cat Story yo'nalishi bo'yicha video ideyalarni o'ylab chiqadi. Eng yaxshi bitta video ideyani topadi va mana shu video ideya bo'yicha bizga promptlarni tayyorlab beradi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, birinchi bo'lib bizga bitta xarakter yasab oldi, ya'ni bitta xarakterga ega bo'lgan mushukni yasab oldi. Va keyin birinchi kadr uchun prompt, ikkinchi kadr uchun, uchinchi kadr uchun promptlarni yozib berdi. Endi bu nima bo'ladi? Qanaqa holatda sizlarga qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, birinchi prompt, birinchi kadr uchun promptimiz rasm uchun, ya'ni rasm yaratib beradi. Mana shu birinchi kadr promptini jo'natadigan bo'lsak, biron bir sun'iy intellektimizga bizga rasm yaratib beradi. Ikkinchi kadr esa o'sha rasmni, birinchi kadrdagi rasmni harakatga keltirib beruvchi prompt hisoblanadi. Xo'p, bu yerdan birinchi kadr promptini kopировать qilib olamiz va buni keyin sun'iy intellektimizga jo'natamiz. Xo'p, 3 ta kadrdan tashqari yana kadrlar bormi? Albatta, ya'ni men bu narsani to'g'rilab chiqaman. Har bitta shorts videomizga 15 ta kadr bo'ladi kamida. Mana shu narsani kiritib chiqqanimdan keyin mana shunga moslagan holatda keyingi promptlarni ham yozib beradi. Buni muhimi, nima sababdan bunaqa 3 ta qilib yozyapman? Bittada hamma promptni yozadigan bo'lsa, boshidagi 3 tasini, 4 tasini sifatli qilib yozadi, qolganlarini sifatsiz holatda yozib beradi. O'shaning uchun shu narsadan foydalandim. Birinchi rasm kadrni, ya'ni promptini olamiz kopировать qilib va hello ga kiramiz, image bo'limiga o'tamiz va mana shu yerga promptimizni jo'natamiz. Xo'p, bu yerdan image bo'limiga o'tamiz. Xo'p, mana shu yerda bizda har xil versiyalari mavjud ekan. Misol tariqasida Nano Banana Pro bor ekan. Xo'p, mana shu Nano Banana Pro ni o'zi bizga yetarli. O'shanga promptimizni tashlaymiz bu yerga va mana bu yerdan format avtomatik turibdi. Formatni tanlab olishimiz kerak. Bizda doim 9x16 formatda bo'ladi shorts videolarimiz. Va 1K kачествоni o'zi yetadi. Bizga 2K kачество
shart emas. No, agar xohlasanglar albatta sifatli bo'lsin, yuqori sifatda bo'lsin desanglar 2K kachestvani ham belgilab qo'yishingiz mumkin albatta. Bu yerdan imageni tanlagan holatda birinchisini jo'natamiz. Ya'ni birinchi rasmimizni yaratib beradi. Keyin mana shunaqa holatda biz montaj qilishni ham ketma-ketligini sizlarga tushuntirib o'taman to'liq. Xo'p, bizda birinchi rasm yaratilmoqda. Keyingi qiladigan ishimiz birinchi rasmni yaratib berguncha ikkinchi, ya'ni promptni ham kopirovat qilib olamiz. Ya'ni birinchi rasmimizni harakatga keltiruvchi pastdagi promptni shunchaki kopirovat qilib olamiz va hello ga qaytib kiramiz. Va bizda rasmni qancha vaqtda yaratib beradi har bitta rasmni shuni tushuntirib o'taman. Bizda oddiy versiyasi bo'lganligi uchun где-то har bitta rasmni 1 minut ichida yoki 1,5 minut, ba'zida cho'zilib ketsa 2 minutga ham borishi mumkin. Mana shu vaqt oralig'ida to'liq yaratib beradi bizga. Bizda ko'rishinglar mumkin, to'liq Hello sun'iy intellektimiz rasmni yaratib berdi, birinchi rasmimizni. Endi buni shunchaki mana bu yerdan skachat tugmachasini bosish orqali albatta skachat qilib yuklab olishimiz mumkin. Va keyin nima qilamiz? Shu ketma-ketlikda barcha 15 ta kadrni, rasmlarni yaratib chiqishimiz kerak bo'ladi. Ketma-ketlikda faqat ikkinchi, uchinchidan boshlab ketmanglar, birma-bir qilib chiqsanglar, keyinchalik videoni tayyorlashda, ya'ni montaj jarayonida chalkashib ketmaysizlar. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz animation prompti, ya'ni mana shu rasmimizni harakatga keltiruvchi promptni to'liq ishlab olamiz. Buning uchun video bo'limiga o'tamiz va mana shu yerdan bizda endi videosini tayyorlashimiz kerak. Mana bu yerdan start frame qilib mana shu rasmimizni yuklaymiz va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bizda har xil bo'limlari bor. Bitta videoni ikkinchi bo'limdagi videoga o'tkazish bor, lekin bu u darajada muhim emas, chalg'imanglar. Xo'p, mana shu joyga ikkinchi harakatga keltiruvchi promptimizni yozamiz. Va bizda bitta videoni harakatga keltirib tayyorlab berishi 25 ta kreditni tashkil etar ekan. Birinchi bo'lim Hello 2.3 versiyasi bor, 2.3 versiyani fast versiyasi bor. Birinchi versiyasi bizda tez tayyor, ya'ni sekin tayyorlaydi, lekin sifatli bo'ladi. Ikkinchi versiyasi esa tez tayyorlaydi, lekin sifati biroz pastroq bo'ladi. O'shaning uchun birinchi bo'limni tanlaymiz. Mayli, sekin tayyorlasa ham sifatli qilib tayyorlasin. Va mana bu yerdan start and frame bor, image reference bor. Mana shu yerdan image reference-ni ya'ni bosib qo'yishimiz kerak bo'ladi va mana shu yerga rasmimizni yuklaymiz. Harakatga keltirmoqchi bo'lgan rasmimizni. Va mana bu yerdan xo'p, bu yerdan nima qilamiz? Bizda Pro versiya bor. Mana bu yerdan 9:16 formatini tanlaymiz. 1080p kachesi bor. Tanlab qo'yamiz. 4K kachesi va pullik hisoblanadi. Va mana bu yerdan 120 ta kredit olishini so'rayapti, lekin agarda biz keyingi bo'limga o'tkazadigan bo'lsak, mana bu yerdan image reference ga o'tkazsak pul so'rar ekan. Lekin mana bu oddiy versiyasida bizdan hech qanaqa bir pul so'ramadi, o'shaning uchun mana shuni yuklab qo'ya qolamiz. Xo'p. Mana birinchisini bo'limda tura qolsin, bizda hech qanaqa bir pul so'ramaydi. Xo'p, V3 ni tanlamaymiz, oddiygina Hello ni o'zida tursin. Va mana bu yerdan esa formatini belgilab qo'yamiz mana shunaqa holatda va 25 ta kredit orqali videoga aylantirib olsak bo'ladi mana shu rasmimizni. Nima qilasiz? Montaj jarayonini qisqacha shu joyda tushuntirib beraman. Bizda 15 ta kadr bormi? Birinchi bo'lib qiladigan ishingiz birinchi rasmni yaratasiz, o'sha rasmni harakatga keltirasiz. Bo'ldi, bitta video tayyor. Ikkinchi kadrni rasmini yaratasiz, harakatga keltirasiz. Ikkinchi video tayyor. Mana shunaqa holatda 15 ta kadrni hammasini videoga aylantirib chiqasiz. Sizda to'liq tugaydi. Keyin nima qilasiz? CapCut'ni ochasiz va CapCut'ni o'zida to'liq montaj qilib chiqasiz. Ketma-ketlikda qo'yib chiqsangiz bo'ldi montaj jarayoni. U darajada bir qiyin narsa emas, shunchaki ketma-ketlikda videolarni qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Va kanalingizning nomini videoni bir qismiga, ya'ni pastigami yoki tepasigami yozib qo'ysangiz, kontent sizga tegishli deb o'ylaydi va original kontent hisobiga o'tadi. Va mana shunaqa holatda YouTube'da bemalol kontent qilib, mana shu yo'nalishimizdan normalniy rezultat qilsangiz bo'ladi. Va ko'rishingiz mumkin, bizga Hello sun'iy intellektda to'liq videoni yaratib berdi. Mana shunaqa holatda sifatli kachestvada ko'rishingiz mumkin. Kachestvadan umuman biron bir muammo bo'lishi mumkin emas. 15 ta kadrni taxlab video olishingiz mumkin. Mana shu yo'nalishimizda kontent qilib albatta. Endi sizlarga bitta narsani tushuntirib o'tmoqchiman. Siz bu yo'nalishimizda video tayyorlashingiz uchun pullik obunalar talab qiladi. Misol tariqasida $27 yaxshiroq versiyasini ishlataman desangiz talab qiladi. Lekin sizga juda ham yaxshi bir taklifimiz bor. Birato'la siz sun'iy intellektni ham, YouTube'ni ham, amerikanskiy YouTube'ni ham to'liq noldan daromadga chiqquningizgacha o'rganishingiz mumkin, kafolatlangan holatda.
Ya'ni bu qanaqa holatda bo'ladi? Bizning Telegram kanalimizga aprel oyi onlayn akademiyamizga start oldi. Hammasi noldan o'rgatiladi. Mana shu yerdagi 24 ta narsa, albatta Telegram kanaliga o'tib to'liq tanishishingiz mumkin. Agarda siz ham noldan o'rganib daromadga chiqmoqchi bo'lsangiz, sun'iy intellekt hamda YouTube orqali, amerikanskiy YouTube orqali to'liq o'rganishni xohlasangiz, bu yerda yo'nalishlar juda ham ko'p. Faqat sun'iy intellekt emas, bundan tashqari ham yo'nalishlarimiz ko'p. Bemalol o'tib qo'shilishingiz mumkin. O'zingiz uchun juda ham qulay, sababi skidka narxi atiga 650 ming so'm evaziga qo'lga kiritishingiz mumkin. Bunaqa narx hech qayerda yo'q, ya'ni bunaqa imkoniyatlarga hech kim bunaqa narx sizga taklif etmaydi.